Ko'pchilik shunday o'ylaydiki, yuzda paydo bo'ladigan pigment dog'larning asosiy sababi quyosh nurlari. Haqiqatdan ham shundaymi? Bu haqda kosmetik vositalar bo'yicha mutaxassis Shahzoda Rajabova shunday deydi. Pigment dog'lar o'zi terida melanin pigment dog' ishlab chiqaruvchi melanotsitlar hujayralarining faollashuvidan ko'pchilik ayollarimizda aynan bahor, yoz fasllarida pigment dog'larning rangi biroz to'qlashganini yoki ko'payganini kuzatish mumkin. Buning asosiy sabablaridan biri bu bahor aynan yoz fasllarida quyoshning ultrabinafsha fiolet nurlarini aktivlashuvi sabab bo'ladi. Lekin pigment dog'larning ko'payishi, mana shunday to'q rangga kirishini asosiy sabablari bu ultrabinafsha nurlari emas, bunga boshqa bir qancha faktorlar ham sabab bo'ladi. Misol uchun endokrin tizimida buzilishlar, qandli diabet, ichak tizimidagi muammolar ham sabab bo'ladi. Asosan homiladorlik davrida tushgan dog'lar bezovta qiladi. Sodda qilib tushuntirganda buni davolash mumkin, lekin ayollarimiz biroz sabrli bo'lishlari kerak bo'ladi. Dog'larni yo'qotish bu juda ham katta jarayon. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yuz bu salomatlik ko'zgusi. U nafaqat ichki holatimizni, balki o'zimizga bo'lgan munosabatimizni ham yaqqol namoyon etadi. Parvarish qilingan sog'lom teri bu e'tibor va mehrning natijasidir. Yuz terisini himoya qilishda eng oddiy, ammo samarali vositalardan biri esa quyosh nurlaridan himoya qiluvchi krem, ya'ni SPF hisoblanadi. Mutaxassis aynan SPF kremlardan muntazam foydalanishni yuzda pigment dog'lar paydo bo'lishini oldini olishda muhim chora sifatida tavsiya etmoqda. Xo'sh, SPF kremlarni qanday tanlash to'g'ri bo'ladi? Quyoshdan saqlovchi kremlarni, ya'ni SPFlarni tanlashda birinchi bo'lib uni yuzga mos kelish-kelmasligi, ya'ni yuzimizni turiga qarab tanlaymiz. Misol uchun yuzingiz quruq bo'lsa, sizga tarkibda gialuron kislotali, pantenol qo'shilgan SPFlardan foydalanish kerak bo'ladi. Asosan ko'pchilik mijozlarimiz yanglishadi. 50+ yozilganiga qarab 50+ 50 yoshliklarga to'g'ri keladi yoki 38 bo'lsa 38+lar, 38 yoshlilar, undan yuqorilarga to'g'ri keladi deb o'ylashadi. Aslida SPFlarda 38+, 50+ bo'lishi bu SPF moddasining kuchi. O'zi umuman SPFlar 50+ gacha bo'ladi. Undan yuqori SPF kremlar ham mavjud marketingda, bozorda, lekin ular faqatgina odamlarni o'zlariga jalb qilib, sotuvini ko'paytirish uchun. Sababi SPFlar faqatgina 50+ bo'ladi, undan yuqorisi bo'lmaydi. Misol uchun yuzingiz ta'sirchan yoki rozatsiyaga, qizarish, ko'pirozlarga moyil bo'lsa, ularga doim tarkibda tinchlantiruvchi qo'shilgan aloe, centella yozilganligiga e'tibor berib olishlarini tavsiya beramiz. Qolaversa, yana pigment dog'li hamda yog'li, biroz yog'lanishga moyil bo'lgan yuzlarga tarkibida niasinamidlar qo'shilgan SPFlardan foydalanishlarini tavsiya beramiz. SPFlarning turlari juda ham ko'p. Barcha hozirda SPFlarni barcha yuz turlariga mos keluvchilari mavjud. Nazokatli xonimlar, doim go'zal va chiroyli bo'lib yurishni xohlasangiz, yuzingizni birinchi o'rinda quyoshdan saqlovchi SPFlardan foydalangan holda himoyalab borishingizni tavsiya beramiz. Bu sizni go'zalligingizni uzoq vaqtlar davomida saqlab turishga yordam beradi. Amin bo'lganingizdek, quyosh nurlaridan himoya qiluvchi krem shunchaki kosmetik vosita emas, balki kundalik parvarishning ajralmas qismi bo'lishi kerak. Uni ertalab kun boshida surtishni odatga aylantiring. Aslida erkaklar ham teri salomatligiga befarq bo'lmasligi, SPF kremdan foydalanishni odat qilishi lozim. Chunki sog'lom va chiroyli yuz bu tabiiy berilgan ne'matgina emas, balki uni asrab-avaylash orqali yaratiladigan natijadir.